Assalomu alaykum hammaga. Biza Yangibozor tumani Tag'ayobod mahallasini Xudo xolasa o'zlarimiz ishlab chiqartirgan ko'mirni qo'tyolimizni dastlab ketib keldik. Bu og'amiz bizlari 2 kun oldin zakaz berdi. Bugun bitirib keldik yine Xudo xolasa. Kimga shuningdek ko'mir qo'tyollik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bizda ko'mir qo'tyollik dastlabkilar, batareyalik dastlabkilar, hamma turli dastlabkilarimiz bor. Ustanobkalarimiz ham bor. Baqina aparatlarni kelib Xudo xolasa otoblinani o'tirib, pochta tayyorlab boribdi. Endi nasib etsa qotyolini yana ekib gök sveta urib, yeşil sveta urib, ishlatib, chiroylatib topshirdik. Oldindan ham og'iz yana bir og'iz ochtirdi og'amiz. Ishlatib yana 3 qopqoq etib, qo'ldan kelgancha ekib topshirdik. Og'a, qotyolimiz aytilgan vaqtda olib keldimi? Avo, rahmat sizlarga. Esa ish qotyollarga 1 yilgacha garantiya, nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Yaxshi. Yine hamyurtlar görüp tursalar yine aytilgan vaqtda aytilgan qotyollarni olib kelib turibmiz yana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.